Farg'ona viloyatida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularga tayyorgarlikni kuchaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Farg'ona Azot aksiyadorlik jamiyatining ammiak sexida tungi maxsus taktik o'quv mashqi tashkil etildi. Unda korxona ishchi xodimlari hamda favqulodda vaziyatlar xizmatlari ishtirok etdi. Mashg'ulot ammiak moddasining sizib chiqishi bilan bog'liq shartli avariya ssenariysi asosida o'tkazildi. Unda avariya hududini aniqlash, xavfli zonani belgilash hamda xodimlarni xavfsiz joyga evakuatsiya qilish ishlari bajarildi. Shuningdek, voqea joyiga yetib kelgan tezkor xizmatlar tomonidan ammiak sizib chiqishini bartaraf etish, hududni zararsizlantirish va jabrlanganlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy ko'nikmalar sinovdan o'tkazildi. Tungi sharoitda o'tkazilgan ushbu mashg'ulot xizmatlarning o'zaro hamkorligini mustahkamlash hamda real vaziyatlarga tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qildi. Shu bilan birga Farg'ona shahrining Baraka ulgurji savdo majmuasida keng qamrovli profilaktik nazorat tadbirlari olib borildi. Unda savdo majmuasining umumiy holati, yong'in xavfsizligi talablari, evakuatsiya yo'laklari hamda yong'inga qarshi tizimlar batafsil o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga ogohlantirishlar berilib, ayrim qoidabuzarlik holatlari aniqlanib, elektr ta'minoti vaqtincha to'xtatildi. Bundan tashqari, Dang'ara tumanida ham savdo Baraka majmuasi hududida taktik o'quv mashg'ulot o'tkazildi. Unda shartli yong'in holati yuzaga keltirilib, yong'in qutqaruv bo'linmalari tomonidan jabrlanganlarni evakuatsiya qilish, yong'inni bartaraf etish hamda hududni xavfsiz holatga keltirish bo'yicha amaliy harakatlar bajarildi. Mutaxassislar tomonidan bunday mashg'ulotlar aholi va tadbirkorlar xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarni oldini olish muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Hasanboy Ibrohimov, Ruxsor News dasturi uchun maxsus.